красивая. Ты видишь, ты ее знаешь? Танисida, да, Saida Shavkatova? Chiroylimi? Да, А? Она такая красивая, да? Прям хочется быть на нее похожей. Да? Вот mama твоя говорит, да? Hammalaring ko'pchilikda ota-onalaring Sevara Abdumamadovnadaqa bo'linglar deydi, mana. Очень вы все ваши родители shu ustozingga o'xshagan bo'lgan. Ham chestный, ham yaxshi dars beradi deyshadi. To'g'rimi? Я не разговариваю. Вот, вон там, возьми. Вон, возьми. Да? Она красивая, статная, да? Она с образованием. Да? Ma'lumoti oliy bo'lgani uchun u mana shunaqa. Mana qancha qiyinchiliklarni boshimdan kechirganman. Lekin я не сломилась. Men sinmaganman. Men yanada harakat qilganman. Xudoga shukr. Mani orqamda davlat rahbari turibdi. Поэтому я ничего не боюсь. Birinchi o'rinda Alloh turibdi orqamda. Ikkinchi o'rinda davlatim rahbari turibdi. Har birimizni oldimizda tirgagimiz bo'lsin. Nimalarda, именно kongresslarda, katta joylarda ana как одевается? В костюме, в белой рубашке. San'at bor joyda ana уже по-узбецки одевают, да? Когда мы на нее смотрим, мы с восторгом смотрим на нее, да? Biz havas bilan qaraymiz, to'g'rimi? Voy deysizlar. Bir lahzaga sizlar ham o'sha Saida Shavkatovnaning o'rnida bo'lib qolganlaring keladimi? Bir lahzaga. Masalan, qizlar havaslaring keladi har qanday odamga mana. Mani o'zimga ustoz mana shunaqa deysizlar. Saida Shavkatovnaga aytasizlar. Masalan, biznes ladylarni ko'rasizlar, to'g'rimi? Qanaqa? Yo, birortani qarang, toji, haligi Marvinalarga havas qilasizlarmi? Shuncha ko'p pul topsa ham? Yo'q. Ha? Unaqa bo'lmagin deydi ota-onalaring. Men bilaman, meni qizlarim eng yaxshi qizlar. Bunaqa qizlar во всей школе нет. Kim nima desin, lekin meni qizlarim eng yaxshi. Men ozgina sizlarga e'tiborimni susaytirib qo'ydim shekilli-da. Sizlarga juda ishonib o'ribman. Но я надеюсь, вы уже не будете такими, правильно? Sizlar plus tomonga o'zgarasizlar. O'zi sizlar yaxshisizlar, lekin yanada yaxshi bo'linglar. Sizlar yomon emassizlar.